El-yurt umidi jamg'armasi bir vaqtning o'zida ham imkoniyat, ham mas'uliyat. Uydan uzoqda bo'lish, ota-onadan qanchalik bu? Qanaqa bir hissiyotlar o'tdi o'zingizdan? Men davlatimizni, xalqimizni qanaqa bir reprezent qilib berishim, butun bir o'zbeklar haqida, butun bir xalqimiz haqida qanaqa taassurot uyg'onishiga sabab bo'lib qolardi. Chet elga chiqqan bola yoki qiz o'zi umuman farzand aynib ketadi. Odamni o'zgarishi faqatgina qayergadir borish bilan bog'liq emas. 90 ball suhbatdan oldingiz. Bu kichkina ball emas edi. Shu hayotimdagi menga berilgan eng katta imkoniyat shu aynan El-yurt umidini stipendiyati bo'lganim. 3-4 ta qiz birga tayyorlangan, birga dugona bo'lishib kechasi bilan birga tayyorlangan qizlar birga o'qishga yo'l olishyapti. 2 yil ketgan vaqtim, demak bekorga ketmabdi. Yaxshi ham yengilmabman. Chunki bo'ldi, hech narsa kerak emas deb borgan paytlarim ham bo'lgandi. Ota-onangizni qanaqa ko'ndirdingiz? Ota-onam eng katta supporterim bo'lishgan. Просто jinni bo'lib qolgan. Ya'ni bizani ko'rib 80-89 bilan birinchi o'rinda turibdi. Vau deb vahima qilib yuborib shu payt kanaldagi videolar qilib. Aka, ifda o'tibman desam, ular xursand u yoqda. Chunki eng ko'p qo'llab-quvvatlagan baribir o'zimning oilam, ota-onam, akalarim bo'lishgan. Jamg'armadan 100% grant yutyapti. Qaysi ota-ona yo'q deydi-da? Hayotimdagi nafaqat 24-yildagi, umuman hayotimdagi eng baxtli kunim o'sha bo'lgan. Javobni aytayotganimda kutilmaganda yig'lab yuborganman. Ya'ni uchalaringlar baravar yozgansizlar. Viza oldik. Shu qizlarga ruxsat bermaslik degan muammoni borligini mendan o'sha qizlar shu narsani so'ragandan keyin tushunib yetganman. Hali O'zbekiston ko'p rivojlanishi kerak, to'g'rimi? Men ishonamanki, Xudo xohlasa, hammamiz stipendiyat bo'lib o'qishni bitirib qaytganimizdan so'ng o'sha olgan bilimlarimizni, tajribalarimizni O'zbekiston rivojiga hissa qo'shish uchun tatbiq qila olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun podkastimizni 3-sonida ko'rishib turibmiz. Ya'ni bugun boshqalardan ko'ra o'zgacha bo'ladi. Nega? Sababi mana undan avvalgi podkastlarimizda g'oliblikka yaqin turgani, juda yaqin turgan nomzodlarimiz bilan suhbat qilgan bo'lsak, mana bugun g'olib bo'lib, o'sha Amerikada University of Cincinnati'da El-yurt umidi orqali bir semestrni o'qib O'zbekistonga ta'til uchun qaytib va yana bir haftadan keyin o'qishga qaytib ketish kerak bo'lgan stipendiyatimiz bilan suhbat quramiz. Ismlari Mohinur. Mohinur, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum avvalambor. Taklif uchun kattakon rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Ismim Mohinur Saidakbarova. Hozirgi kunda AQShning Cincinnati universitetida tahsil olyapman. Mutaxassisligim xalqaro munosabatlar. Birinchi kursdaman va Xudo xohlasa bir haftalarda yana o'qishga, kuzgi semestrga qaytib ketaman. Yaxshi. Endi sizga ko'plab beriladigan savollar, Mohinur, El-yurt umidi orqali o'qishga ketish. Bu qanchalik bir yaxshi ekanmi o'zi, imkoniyatlari nima deb o'ylaysiz? Mana ko'pchilik yutib olgan, lekin undan keyin nima bo'lishini bilmaydi. Mana siz bilib turibsiz o'zi. Shu imkoniyatlar haqida bir muncha gapirib berasizmi? Juda ham yaxshi savol bo'ldi. O'zi aslida El-yurt umidi jamg'armasi bir vaqtning o'zida ham imkoniyat, ham mas'uliyat. Nimagaki, o'sha yakuniy natijalar chiqqandan keyin, o'sha stipendiyat bo'lib topilganimizdan keyin aslida hammasi tugadi deb o'ylagandik. Ya'ni ko'p o'sha uyqusiz tunlarimiz, o'sha mehnatlarimiz samarasi endi bo'ldi, tugadi. Endi mazax yashasak bo'ladi deb, yo'q, aslida unday emas. Haqiqiy nima deydi, javobgarlik, haqiqiy mas'uliyatli qismi aynan o'sha stipendiyat bo'lib topilganingizdan keyin boshlanadi. Ya'ni o'sha nafaqat jamg'arma, balki butun bir respublika xalqimiz sizga shunchalik ishonch, shunchalik umid bildiryaptiki, siz o'sha o'qishingiz davomida, ya'ni o'sha muddat davomida nafaqat bilim olishingiz kerak, balki o'sha ishonchni oqlay olishingiz kerak. Bu aslida juda ham katta mas'uliyat. Undan tashqari xabaringiz bor, El-yurt umidi jamg'armasining yana bitta asosiy maqsadlaridan biri bu aynan O'zbekistonni imijini chet elga borib yaxshilash, ya'ni ijobiy tomonga o'zgartirish. Bu narsani bekorga ochmadim bu mavzuni. Sababi, misol o'zimiz bir semestr o'qigan bo'lsak, juda ham ko'plab har xil mamlakatlardan kelgan do'stlar orttirdik. Ular bilan gaplashganimizda ular aytardida, misol ko'pchilik misol uchun aytib berardi, xafa bo'lib, misol bizni communityimiz yo'q. Misol uchun bizni Cincinnati universitetida Uzbek Student Association bor. Aynan shu o'zbek talabalar assotsiatsiyasi, hamma muammolar birga hal qilinadi yoki qanaqadir milliy tadbirlarimiz, qanaqadir misol uchun Ramazon oylarida hattoki birga iftorlik qilgan paytlarimiz ham bo'ldi. Ya'ni bitta katta jamiyatimiz. Misol uchun Nepaldan kelgan o'rtoqlarim bor edi, Hind o'rtoqlarimiz bor edi, ular aytishardi, bizda unchalik darajada friendly, ya'ni bir-biriga nisbatan unchalik ham darajada qo'llab-quvvatlash yo'q. Bir millatdan bo'lishsa ham. Xuddi shunday. Hattoki bir-biriga nima deydi,
unchalik ham yaxshi nigoh bilan qaramaslik holatlari bo'lgan ekan. Xafa bo'lib aytib bergandi bir yaqin do'stim. O'zini hikoyasini aytib bergandan so'ng o'shanda mendan so'radi, Mohinur, sizlarda qanaqa, misol ko'rdim, ijtimoiy tarmoqlaringga qo'yib borasan, sizlarda qanaqadir o'yinlar bo'lib turar ekan, har hafta yig'ilar ekansizlar deb. Ana o'sha paytda qanday javob berishim, butun faqatgina meni bir talaba sifatida emas, butun bir xalqimiz haqida qanaqa imij paydo bo'lishi aynan o'sha momentlarda bilinadi. Birdamlik. Birdamlik. Misol uchun ular aytardi, Mohinur bilasanmi, hayotimdagi birinchi o'zbek talabasisan, like you are the first person from Uzbekistan deb aytardi. Ya'ni ekan men davlatimizni, xalqimizni qanaqa reprezent qilib berishim butun bir o'zbeklar haqida, butun bir xalqimiz haqida qanaqa taassurot uyg'onishiga sabab bo'lib qolardi. Shunaqa mas'uliyatli qismlarimiz ham bor. Ya'ni kim El-yurt umidi jamg'armasi bizni o'qishimizni faqat moliyalashtirish bilan shug'ullanadi, balki aynan shu chet elga ketganimizdan keyin ham bilim olish, ham tajriba orttirish, ham o'sha O'zbekistonni imijini yaxshilash uchun juda ham katta imkoniyat yaratib beradi. Yaxshi. Qancha muddat O'zbekistondan uzoqda bo'ldingiz? Bir semestr, bu degani yanvarning boshida ketdik va mayning o'rtalarida qaytib keldik, deyarli 4 oy. 4 oy. Uydan uzoqda bo'lish, ota-onadan qanchalik bu? Qanaqa bir hissiyotlar o'tdi o'zingizdan? Uyda oilani bir o'ylash, ota-onani bir sog'inish hissi bo'ldimi? Eng qiziq tomoni, 4 oy bo'lgan bo'lsak, boshida umuman bilinmadi. Umuman bilinmadi. Ya'ni kim birinchi shu aeroportda ketayotganimizda 2-yanvar kuni eng qizig'i, o'zim xursandman, hamma xursand, uydagilarim xursand. Ota-onam yig'lashmayapti, xolalarim, amakilarim yig'lab turishibdi. Shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni kim ota-onam danam so'rashgan ekan, misol uchun ularning hamkasblari, qizingiz yaxshi yuribdimi, yig'lamayapsizmi yoki sog'inmayapsizmi deb, yo'q, nimaga yig'layman yoki nimaga xafa bo'laman, qaytanga bir umrlik orzusi ushaldi-ku, men uncha xursandman, yig'lashga o'rin yo'q, xudo saqlasin yig'lashdan deb javob berishgan ekan. O'zim umuman to'g'risi boshida unaqa uy sog'inish bo'lmadi. Hattoki mana biz qizlar bilan birga turamiz ijarada. Ular agar uyni sog'insa yoki misol uyga ketgisi kelsa, o'sha boshida endi baribir homesickness bo'ladi. Voy, nimaga yig'laysiz? Qaytanga xursand bo'lishingiz kerak, shukur qilishingiz kerak. Sizni o'rningizda hozir kimlar bo'lishni xohlamaydi deb hazil-huzul qilardik. Umuman bilinmagan to'g'risi boshida, lekin baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, butun bir umringiz o'tgan yurtda bolaligingiz, do'stlaringiz, ustozlaringiz, yaqinlaringiz, ota-onangiz, hamma qarindoshlaringiz yashaydigan yurtni sog'inmay bo'lmaydi. Odam tirik ekanmiz, shu yuragimiz urib turar ekan. Xohlasak, xohlamasak baribir bolalikni, o'sha bolaligimiz o'tgan joyni baribir sog'inamiz. Va sekin-sekin vaqt o'tgan sari bahorda, mart-aprel oylarida sog'inib, hattoki yig'lab ularga telefon qilgan paytlarim ham bo'ldi. Shunaqa ular rosa xavotir olishdi, nimadir bo'ldimi, kimdir xafa qildimi? Yo'q, hech kim xafa qilmagan bo'lgan. Shunchaki shunaqa davr bo'lgan. Juda ham uyga qaytgim kelgan. Ya'ni kim to'g'risini aytadigan bo'lsam, u payt spring breakdan qaytgan bo'lganmiz. Ya'ni kim bahorga ta'til beriladi va u yerda o'sha Cincinnati shahrining aeroportiga biz yetib kelganimizdan keyin o'sha birinchi shu aeroportga kelgan kunimiz shuna ko'zim oldidan o'tgan. Xuddiki men o'qishga qaytmayapman ta'tildan keyin. Xuddiki o'qishdan O'zbekistonga qaytib ketayotgan his uyg'ongan. Va o'shandan keyin o'sha nima deydi, sog'inish paydo bo'lganda, ya'ni kim hozir aeroportdan men qaytanga O'zbekistonga qaytib ketishim kerak bo'lganga o'xshagan g'amginlik qanaqadir paydo bo'lgan. O'shandan keyin uydagilarga telefon qilib yig'lagan paytim bo'lgan. Lekin Xudoga shukr, nima deydi, uy tinch, hamma sog'-salomat bo'lgan, o'qishlarimiz ham joyida edi. Nima deydi, joy yig'laydigan bo'lsa yoki joy juda ham unaqa sog'inadigan bo'lsa, sal noshukrlikka ham kirgan bo'lardi. O'sha uchun baribir bu xohlasak xohlamasak sog'inish bu normal holat. Lekin nima deydi, eng katta yutug'im bu bizni u yerdagi o'zbek talabalar assotsiatsiyasi bo'lgan. Nimaga bu gapni aytyapman? Chunki u yerda o'zbeklar ko'p, o'z Agayo shtatida va o'rtoqlarimiz ham ko'p. Bu aytib o'tganimdek qizlar bilan birgalikda turamiz. Deyarli har hafta yig'ilardik o'sha do'stlarimiz bilan. Ya'ni kim baribir o'zingizni yolg'iz his qilmaysiz. Bu juda ham katta yutuq. Ya'ni kim har doim birga yig'ilamiz, bir narsalarni muhokama qilamiz. Agar akademik yordam kerak bo'lsa, kimdir bir-biriga yordam berishi mumkin yoki misol uchun qaysi fandan olinishi, qaysi professor yaxshi, qaysi misol uchun vaqtga qo'ydirishimiz kerak darslarimizni, hamma o'sha kerakli maslahatlarni bizdan oldin kelgan stipendiatlardan so'rab, surishtirib, o'sha skedullarimizni, raspiyanalarimizni moslaganmiz. O'qish oson ekanmi Amerikada? O'qish oson emas. Eng ko'p berilgan savollardan bittasi shu. O'qish qanaqa ekan? O'qish qiyin emasmi? O'qish albatta qiyin. Chunki baribir qiyinchilik darajasi talabga bog'liq. Ya'ni kim o'zim oldin O'zbekiston universitetida o'qiganman. Ya'ni kim bilasiz, davlatlar har xil va o'qish tizimi umuman har xil. Ya'ni kim
bu yerda o'qib u yerni tizimiga moslash sar adaptatsiyaga vaqt ketgan. Sababi biz o'sha qishda borgan bo'lsak, bilasiz, u yoqda fevralda endi biz universitetda oraliq imtihonlar boshlanadi, midterm exams. Ularga moslashish, o'zi professorlar qanaqa dars o'tadi. Misol uchun 5 ta klass olgan bo'lsam, atigi 2 ta donasi adashmasam o'zbeklar bor edi. 3 ta klassda international students yoki American studentslar bilan, amerikaliklar bilan o'tirishga to'g'ri kelardi. Boshida hatto nima deydi, ular bilan sekin moslashib, ularni baribir culture shock bo'lgan, ularni madaniyatiga moslashga ham vaqt ketgan. Lekin o'qish tizimiga moslashib olganingizdan keyin judayam, to'g'risi judayam yoqdi. Ya'ni kim o'qish tizimi, u yerdagi misol uchun professorlar qanaqa munosabat bildiradi talabalariga, undan tashqari misol uchun ma'ruzalarimiz, leksiyalarimiz qanaqa o'tadi, undan tashqari faqatgina lecture emas, undan tashqari discussion darslarimiz ham bo'lgan. Ya'ni kim darsda asosan muhokama bilan o'tadi, qanaqadir mavzular. Ya'ni kim hamma o'zini fikrini bildira oladi va eng yoqqan tomoni bu networking qildirtiradi ustozlar. Ya'ni kim har safar kirganimizda mana bu ikkitali partada bundoq qilib, nima deydi, har safar bitta odam bilan o'tirmaymizda. Har safar kirganimizda sinfda stolda, ya'ni partalar har xil joylashgan bo'ladi va har doim har xil odamlar bilan o'tirishga to'g'ri keladi. Va o'sha discussionda, ya'ni kim bizni kichkina gruppalarga bo'lishgan, u yerda har safar har xil talaba bilan gaplashishga to'g'ri keladi. Bu degani har xil dunyoqarash, har xil misol uchun dialekt bo'lishi mumkin, ya'ni kim sheva bo'lishi mumkin, har xil davlatlardan kelgan talabalar bor, ularda ham har xil background bo'lishi mumkin. Bu aslida boshida qiyin tuyulgan shu narsa, ya'ni kim to'g'risi komfort zonamdan chiqish xohlamaganman. Lekin vaqt o'tgan sari aynan shu networking, aynan shu professorlarimiz bizga nima deydi, majbur qilgan deymizmi, shu imkoniyatlar, ya'ni experienceimiz, shu tasklarimiz keyinchalik menga juda ham ko'plab nima deydi, sferalarda yordam berdi. Chunki har xil odamlar bilan tanishganimizda, ular bilan gaplashganda, ularning har biriga alohida approach topish kerak bo'ladi. Ya'ni bu bilan boshqacha gaplashamiz, bu bilan boshqacha gaplashamiz va hammadan ozroq nima deydi, har xil narsalar o'rganib, baribir odam yuksaladi. Ko'p narsa o'rganar ekan baribir odam. To'g'ri. Amerikan, mana ko'p o'zbek, biz baribir o'zbek mentalitetida shunaqa gap bor, chet elga chiqqan bola yoki qiz, o'zi umuman farzand aynib ketadi. Amerika mentaliteti bilan O'zbekistonnikini hech o'zingiz solishtirib ko'rdingizmi? Misol, qanaqa ekan farqi, nimaga yomonlashar ekan uni va o'zi o'quvchi rostdan o'sha yetishganda yomonlashib ketishi mumkinmi borib? Menimcha odamni o'zgarishi faqatgina qayergadir borish bilan bog'liq emas. Agar odam o'zgaradigan bo'lsa yoki unda oldindan qanaqadir maqsad niyat bo'lsa, u joy tanlamaydi. Ya'ni kim har qanaqa imkoniyat tug'ilsa, o'sha xohlagan ishini bajara oladi. Demoqchi bo'lganim, agar qanaqadir niyatingiz bo'lsa, qanaqadir maqsadingiz bo'lsa, siz qayergadir ketishingiz shart emas. Misol uchun u yerga borganda, misol biz endi bir semestr o'qib kelgan bo'lsak, u yerda 15 yillab yashaydigan, 10 yillab yashaydigan o'zbeklar bilan gaplashdik. Chunki boya aytganimdek, Agayo shtatida o'zbek diasporasi juda ham katta. Hattoki misol uchun misol o'rtoqlarimiz yoki o'zimizni qanaqadir qarindoshlarimiz yoki biz ularga mehmonga boradigan bo'lsak, ular baribir ham juda ham nima deydi, uzoq muddatdan beri yashab kelishyapti Amerikada. Ularning farzandlari hattoki u yerda tug'ilgan. Lekin ular bilan gaplashsangiz, misol uchun bizda shunaqa nima deydi, stereotip uyg'ongan-ku. Misol chet elda tug'ilgan bo'lsa yoki chet elda ko'p yil yashasa, albatta odam o'zgarib ketadi. Lekin ular bilan gaplashib, umuman hattoki xuddi Amerikaga kecha borgan odamdek, ya'ni kim na bir tilini unutmagan yoki madaniyatini, dinini unutmagan, haqiqiy hattoki uylaridagi nima deydi, narsalarni joylashuvlarigacha haqiqiy o'zbekona. Ya'ni kim baribir ko'p narsa odamni o'sha yashaydigan muhitiga va albatta avvalambor o'zini niyatlariga bog'liq deb o'ylayman. Va albatta o'sha yoningizdagi o'rtoqlaringiz, do'stlaringizga ham. To'g'ri. Sinsinaitiga borganingizda o'zini qoplash orqali, ya'ni el yurt umididan mast bo'lib kelgan studentlar ham bormidi? Bor edi. Ular bilan sizni farqingiz nimada bo'ldi? Ya'ni ular masalan pressure bor ularning, qo'shimcha moliyaviy yuk. Sizda yo'q. Shuni ozgina solishtirib beringchi. Boya aytib o'tganimdek, el yurt umidi bu juda ham katta imkoniyat, ya'ni ham moliyalashtirish jihatidan. Misol uchun, boya aytib o'tganimdek, o'qish usiz ham oson emas. Misol uchun biz qanaqadir uyga vazifa qilganimiz yoki assignment qilganimizda uni portalga joylash kerak bo'ladi. Biz joylaganimiz bilan u yerda qanchalik AI, ya'ni sun'iy intellektdan foydalanganimiz yoki plagiat qilganimiz joylashimiz bilan darrov ko'rinadi. Ya'ni shunaqa talablari bor yoki misol uchun qanaqadir video joylashimiz kerak. Misol hamma assignmentlarimiz qanaqadir yozma ravishda emas,
bittasidan video joylashimiz kerak bo'ladi, bittasida yozma, bittasidan og'zaki, ya'ni kim har xil formatlarda so'raladi. Ya'ni kim o'qishga usiz ham vaqt ko'p ketib qoladi. Misol biz 4 oy o'qigan bo'lsak, o'qish tizimiga moslashishga bitta midterm bo'ldi, orada spring break berildi, keyin undan keyin ikkinchi oraliq imtihonlarimiz, undan keyin aprel oyida faqat final topshirdik. Finalda ham faqatgina yozma emas, bittasida project so'raydi, bittasida narsa yasaganmiz, hattoki narsa yasab uni reprezent qilib berishimiz kerak bo'lgan loyihalar. Ya'ni kim shu o'qish o'ziga ham ancha-muncha mehnat, ancha-muncha vaqt ketardi. Misol o'sha aprel oyida yakuniy imtihonlarni topshirganimizda ertalab 4 da uxlardik. 4-5 larda uxlashga yotardik qizlar bilan. Shunaqa darajada nima deydi? Ham nima deydi? Mas'uliyat ko'p bo'lardi-da baribir. Self-funded talabalarda esa misol uchun bizda moliyalashtirilgan talaba sifatida shuncha ishimiz bo'lgan. Ularda endi akademik pressuredan tashqari, ya'ni kim o'zlarini ham yana qoplash kerak bo'ladi. Ularda nima deydi? Baribir nisbatan qiyin. Buni tan olishimiz kerak. Ularda mas'uliyat, javobgarlik ko'proq. Tushunarli. Endi talonni yutganingizga agar qaraydigan bo'lsak, avvalgi yili 411 ta g'olibni birisiz va aytsam bo'ladiki, ularni ham orasidan saralangani sizni bemalol aytishim mumkin. Nimaga? Sabab 90 ball. Suhbatdan oldingiz, bu kichkina ball emas edi. Ya'ni 10 dan 9 degani va bu ballga kimlar erishmadi. Misol 85 olib ham yutqizganlar bo'ldi. 90 ball bu kichkina ball emas edi. Вот. Va bu uchun biz ozmuncha misol tayyorgarlik ham ko'rmadik. Endi bir gap aytadigan bo'lsam, kursning foydasi bir tomondan men bitta joyga juda xursand bo'ldim. Sizlarning keysinglarda ayniqsa Amerika vizaga prep jamoasi birga kirganinglar. Ya'ni tanishgan qizlar birga networking do'st dugona orttirib birga vizaga kirganinglar va eng qizig'i agar bilgan bo'lsangiz o'sha paytda Amerikaga yetib borganingizda video qo'yuvdingiz Instagramingizga. Va o'sha videoingizni olib men o'zimning kanalimda faxrlanib qo'yganim menga boshqacha emotsiya bergan. Ya'ni 3-4 ta qiz birga tayyorlangan, birga dugona bo'lishib kechasi bilan birga tayyorlangan qizlar birga o'qishga yo'l olishyapti. Bu men aytganmanki, voy, demak kurs ne только ularga ilm berdi, no и ularga misol do'st orttirishga, ya'ni yaqin orttirishga ham yordam berdi. Men aytganmanki, o'shanda, "Vau, dugonalik bo'lib ketishdi eng qizig'i"da. Ya'ni va eng qizig'i mana 4 yil birga o'qiysizlar universitetda va ular bilan endi uzilmaysizlar-da. Bo'ldi, o'sha bilmaymiz, balki kelajakda 30-40 yillik umr oxirigacha bo'lgan do'st bo'lib ketgandirsizlar. Unisini ham bilmaymiz. Juda zo'r vaziyat bo'lgan. Xo'p, o'sha paytgi suhbatdan o'tish jarayonlaringizni eslaysizmi? Qanaqa savollar, nima savollar berilgan edi? Sizni nimaga ular tanlab olishgan edi? Ozgina shular haqida. Albatta, o'tgan yili taxminan shunaqa paytlarda o'zi tayyorlanib yurdim. 24-yil 15-avgust kuni suhbatga kirganman. Suhbatda to'g'risi yetarlicha tayyorlanganman. Juda ham ko'p desam bo'ladi, lekin baribir o'sha suhbat bo'layotgan joyga kirgandan keyin hayajon bosgan. Sababi bizning soha bo'yicha juda ham ko'plab nomzodlar kirgan bo'lgan o'sha kuni o'zida. Navbatimiz kelishini kutib turganmiz. Juda ham ko'p vaqt o'tmagan. Familiyamni aytib chaqirishgan. Birinchi, bilasiz, o'tgan yillarda ikkita xonada alohida suhbat bo'lgan. Ya'ni biz soha xonasi va ma'naviyat xonasi deb ataymiz bu narsani. Birinchi soha xonasiga chaqirishgan. Saydaklarova kiring deb. Shunda kirganman va juda ham boshda hayajon bosgan, lekin o'sha suhbatga kirganimdan keyin, o'sha gapirishni boshlaganimdan keyin baribir avtomatik tarzda hayajon o'chadi va faqatgina fokus o'sha nutqimga o'tgan. Avval o'zimni tanishtirishdan boshlaganman. Nimaga bu universitet, nimaga bu soha. Keyin meni holatimda asosiy mavzu bu sohamga oid atamalar bo'lgan. Ya'ni kim veto huquqi nima, arbitraj nima, o'sha xalq diplomatiyasi nima, undan tashqari o'sha xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarimiz haqida so'rashgan. Ya'ni kim sohamga oid atamalarda to'xtalishgan. Juda ham uzoq davom etgan deya olaman. Mani major xonasini o'zi va undan tashqari o'sha hamma savollarni berib bo'lishgandan keyin bitta so'raladigan savol bor. Ya'ni kim siz javob berishni xohlagan, lekin biz so'ramagan savol bo'ldimi deyishgan. Nima deydi, ko'p tayyorlangandan keyin ko'plab savollarim bor edi. Ko'p narsalarni yodlaganman, ular uvol bo'lishni xohlamaganman to'g'risi. Keyin so'raganman, maylimi, ilmiy maqola o'qigandim, scientific article, aynan shu O'zbekiston o'sha vatandoshlarimiz yozgan, maylimi, o'shalarni gapirib bersa mazmunini deb so'raganman va undan keyin yana cho'zilgan suhbat 15 daqiqaga taxminan. O'shandan keyin 15 daqiqa. Yana cho'zilgan. Yana keyin uni gapirib berganimcha, chunki ikkita maqola gapirib berganman. O'sha xalq diplomatiyasining o'rni, galstukli diplomatiya deb ham ataymiz bu narsani. O'sha haqida ko'p gapirib berganman. Yana keyin o'sha gapirganim sari uni ichidan ham yana qo'shimcha savollar chiqib kelavergan. Undan tashqari yana bilasiz, project, ya'ni kim loyiha so'raladi ko'p talabalardan. Endi meni soham xalqaro munosabatlar bo'lgani uchun bizda
political science yoki international relations yoki huquq sohalarida qanaqadir loyiha qilish sal qiyinroq masala. Lekin shunga qaramasdan kelajakda qayerda ishlamoqchi bo'lganim, nimaga aynan shu yerni tanlaganim haqida gapirib berganman. O'shandan kelib chiqib meni savollar berilgan. Undan chiqib ko'p kutishga to'g'ri kelmagan. Ozginadan keyin ma'naviyat xonasiga chaqirishgan. U yerda ham avvalambor o'zim haqimda so'rashgan va asosan jadidlik haqida gapirganman, o'qigan kitoblarim va o'sha motivatoringiz kim yoki qanaqa qiyinchiliklarni qanaqa to'sib o'tasiz. Bitta narsani aytib o'tishim kerak, har ikkala xonada ham eng esda qolarli qismi bu ma'lumotnomamda to'xtashgani bo'lgan. Obyektivkanda Shunga mana hozir to'xtalmoqchiman o'zi. Bilaman holatingizni. Bekorga emas, sababi boya aytib o'tdim, O'zbekiston universitetida o'qiganman, TATUda, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida iqtisodiyot sohasida o'qiyotgan bo'lganman. AKT sohasida va iqtisodiyot va menejment sohasida. Ma'lumotnomamizda hamma ma'lumotlarimiz yozilgan bo'lgan. Qayerda o'qiymiz, qayerdaymiz, ota-onamiz yoki aka-ukalarimiz nima ish qilishadi. Har ikkala xonada ham kirishim bilan nimaga o'qish tashlab ketmoqchisiz? Sababi bilasizlar 2024-yilda bitta tanlov o'tkazilgan. U ham bo'lsa biz spring semestrga ketganmiz, bahorgi semestrga. Shuncha yil o'qib qo'yibsiz. Men 5 semestr o'qigan bo'lganman. Ya'ni 3-kursimni ya'ni 3-kursimni 1-semestrni ham tugatib bo'lganman. 3 yillik o'qishni yo'q qilib, chet elga ketmoqchimisiz degan savol bo'lgan. Eng qizig'i, u muddat bir tomon, soham o'zgartirgani bir tomon bo'lib ketgan. Ya'ni men diplomatiya sohasi bilan topshirgan bo'lsam, oldingi soham iqtisodiyot va menejment bo'lgan. Ya'ni shuncha ketkazgan umringga, ya'ni kamiga kontraktda o'qiganman. TATUda. Kontrakt to'langan. Shunaqa. Ya'ni achinmaysanmi, ota-onang qanaqa qaraydi bu narsaga deb har ikkala xonada ham bosim bo'lgan. 15 minut adashmasam yo 20 daqiqa faqat va faqat shu obyektivkamni nima deydi isbotlab berishimga o'zim argumentlarimni berishga ketgan. Mohinur, bu yil masalan ko'pchilik shuni isbotlab bera olmadi. Kerak bo'lsa 1-kursda o'qib turib buni isbotlab bera olmadi, nega ketayotganini. Juda ko'pchilik uchun bu muammo bo'ldi. Siz 3 yilni, tim bo'lib major o'zgartirish. Voy, qanaqa qilib, nima deb javob berdingiz ularga? Juda ham qiyin bo'lgan, to'g'risi juda qiyin bo'lgan. Nimaga o'zgartiryapsiz? Mana bunaqa savol berishgan. Misol uchun sizda 1,5 yil qolibdi, deyarli 1 yil. Shuni bitirib, undan ko'ra magistraturaga ketsangiz bo'lmaydimi? El-yurtga 1 yildan keyin bemalol hamma narsaga ulgurasiz deb aytishgan. Lekin bir tomondan ularning gaplari to'g'ri. Misol uchun vaqt yo'qotmayman, hamma narsasi joyida bo'ladi. Lekin ikkinchi tomondan misol uchun men iqtisodiyot sohasida o'qib, magistratura uchun mutlaqo boshqa bo'lgan sohaga ketishim sal qiyin masala edi. Misol uchun baribir mayli magistraturaga sohaga o'sha boshqa sohaga kirdim ham deylik. U yerda meni misol uchun gruppadoshlarim deylik, ular o'zlarining sohasini mutaxassislari, ya'ni ularda akademik background, boshlang'ich bilim bor o'sha soha bo'yicha. Men esa umuman deyarli 0 bilim bilan kirgan bo'laman agarda magistraturaga o'sha sohaga kiradigan bo'lsam. O'sha savolni berishganda shunaqa javob berganman. Ya'ni bitta sohani 1,5 yil o'qiganim yaxshimi yoki 4 yil chuqurlashtirib o'rganganim yaxshimi? Shu savol bergandan keyin boshqa savolga o'tishgan. Yana aksiga olib, misol uchun ko'pchilikda shunaqa holat bo'ladi, ular 1 yil oldin borishgan maktabga. Ya'ni -1 gap yer desa ham bo'ladi. Men esa sal kechroq chiqqanman desam ham bo'ladi, 7,5 yoshda. Shunaqa, ya'ni ha, vaqt yo'qotganman, lekin arziydi. Ko'pchilik, juda ham ko'pchilik so'rashadi. Ya'ni achinmaysanmi ketkazgan vaqtingga, ketkazgan umringga? Chunki misol uchun o'zimni O'zbekistondagi o'rtoqlarim, kursdoshlarim 4-kursga o'tishdi va keyingi yil уже bitirishadi. Diplom olishadi. Albatta. Men 1-kursdaman. Lekin umuman achinmayman, chunki odam qanaqasiga eng katta orzusi ushalib turib bir narsaga achinishi mumkin. Конечно. Agarda achinadigan bo'lsam, bu juda ham noshukrlik qilgan bo'laman. Ya'ni o'zi deyarli ilojsiz narsa amalga oshib turibdi va shuncha narsani Xudo menga berib qo'ygandan keyin qanaqa yana noshukrlik qilishim mumkin? Bu Xudoga isyon qilgandek bo'laman. O'shaning uchun umuman 1 gram ham achinish yo'q. Qaytanga shu hayotimdagi menga berilgan eng katta imkoniyat shu aynan El-yurt umidini stipendiyati bo'lganim. Tushunarli. Endi buni qo'ying, mayli. Hay'at a'zolari berishdi shu savol. Ota-onangizni qanaqa ko'ndirdingiz? Qizim, qo'y, 3 yil o'qiding уже, kerak emas, 1 yil o'qib turib keyin keta qolgin degan javoblar bo'lmadimi? Qanaqa ko'ndirdingiz ularni? Eng qizig'i, ota-onam eng katta supporterim bo'lishgan. Ular davay qilishgan Albatta. Qaytanga oilamizga umuman aloqasi bo'lmagan odamlar ota-onam ko'ndirishga harakat qilishgan, qizingni jo'natma deb. Ya'ni
O'zi aslida shu 22-yil o'qishga kirgan bo'lsam tatuga, o'sha yildan beri chet elga ketaman deb yurardim. Chunki akam Koreyada o'qiganlar, ular orqasidan ketaman deb yurardim. Koreyaga harakat qilganman ham, hamma hujjatlarimni ham yiqqanman, GKS scholarship'i bor, ya'ni u ham full ride, hamma narsa qoplanadigan. Harakat qilganman, lekin o'xshamagan. Hamma hujjatlarim tayyorligida, lekin nima deydi, baribir nasibga borib taqaladi ko'p narsa. Keyin to'g'risini aytsam, birinchi kursda o'sha o'xshamaganidan keyin ozmoz depressiyaga tushganman desam ham bo'ladi. Ya'ni kim bo'ldi, hech narsa o'xshamadi. Mayli, bu sohaga qiziqmayman, hozirgi o'sha tatudagi sohamga, lekin umuman olganda kelajagi bor soha. Shu oqim bo'yicha suzib ketaversam ham, menimcha kam bo'lmasam kerak deb o'ylaganman. Lekin nima deydi, keyin o'ylaganman. Hozir harakat qilsam 4 yildan keyin bir narsa o'xshashi mumkin. Ya'ni kim vaqt xohlasam ham o'tadi, xohlamasam ham o'tadi. Hozir meni oldimda turgan masala yo qolish yo ketish va ketganda ham aynan qayerga ketish. O'sha eski orzuyim Koreyagami yoki boshqa haqiqatan qiziqqan mamlakatimgami? Sababi Koreyaga bu aytib o'tganimdek o'sha akamga qiziqqanim uchun bormoqchi bo'lganman. Chunki ularning yonlarida nima deydi, xavfsizlikda. Lekin baribir odamda qiziqish bo'lishi kerak. Misol uchun madaniyatga qiziqishingiz kerak. To'g'ri, madaniyatga qiziqaman. Koreys tilini o'rganib yurgan paytlarim ham bo'lgan, lekin baribir misol uchun o'rtoqlarim bor, ular K-popga qiziqadi yoki doramaga qiziqishadi yoki koreys madaniyatiga ko'proq qiziqishadi. Va ular borsa, ularga menimcha ko'proq fit qilardi bu mamlakat. Keyin yaxshilab o'ylaganman. Agar Koreyaga boradigan bo'lsam, hali men davlatning tilini ham yaxshilab o'rganishim kerak bo'ladi. Chunki faqatgina akademik hayot bilan cheklanib qo'yman, hali undan tashqari ham meni ko'p ishlarim, masalalarim bo'lishi mumkin. Va undan keyin IELTS'im bo'lgan. O'ylaganman, nimaga endi men ingliz zabon davlatiga ketmasligim kerak. O'shanda sekin-sekin Amerikani universitetlariga topshirishni boshlaganman. Ya'ni application process'ini boshlaganman. O'zi 2022-yil Ibrat oromgohiga borganimda guruhimizda aynan o'sha EU stipendiatlari bo'lgan. Ularga juda ham havas qilganman. Ya'ni aynan qachon EU haqida eshitganimni eslolmayman, lekin katta qiziqish aynan o'sha 22-yil boshlangan o'sha oromgohga borganimdan keyin. Ular Missurida o'qishardi, Koloradoda o'qiydigan o'rtoqlarimiz bor edi. Ana ularga qiziqib, keyin ulardan so'rab, surishtirib, applicationimni to'liq o'zim yiqqanman. Ya'ni bilasizlar, qanaqadir agentliklar bo'lishi mumkin yoki konsalting firmalar bor, hamma hujjatlarni yig'ib beradi o'rningizga. Like from the scratch, 0 dan boshlab hammasini akademik nima deydi, sayohatimni 0 dan boshlaganman. Birinchi kursdan keyin. Ya'ni o'sha xatlar qanaqa yoziladi? Misol uchun biz O'zbekistonda tabellarimizni baribir o'zbek tilida bo'ladi. Uni to'g'ridan-to'g'ri Amerika universitetlariga topshira olmaymiz. Uni ham o'zini shablonlari bo'ladi. Hammasini to'g'rilash kerak, Common App to'ldirish kerak, universitet tanlash kerak, qaysi universitet yaxshi, EU bilan qaysi birining shartnomasi bor, qaysi birini qabul qiladi. O'shani hammasini o'rganishga ko'proq vaqtim ketib qolgan. Ya'ni o'sha hamma hujjatlarimni yig'ib, tayyorlab, tarjima qilib, o'sha recommendation letterlarimni ham to'g'rilab, uni yubortirib, nima deydi, qabul xatlarini olishimga ham ko'p vaqt ketib qolgan. Ikkinchi kursimda sessiyani yopish arafasida edik. Eng birinchi fanimni yopdim, metroga tushdim, emailimni tekshirib ko'ray deb, bunday telefonimni olsam, emailimda acceptance kelib turibdi, congratulations deb. Stony Brook universitetidan kelgan eng birinchi universitetim shu kirgan. Tasvirlab bera olmayman, qanaqa darajada xursand bo'lganimni. Ya'ni shuncha ketgan vaqtim, ya'ni 2 yil ketgan vaqtim, demak bekorga ketmabdi. Yaxshi ham yengilmabman, chunki bo'ldi, hech narsa kerak emas deb borgan paytlarim ham bo'lgandi. Nima qilaman? Bu yoqda iqtisodiyot mayli, qiziqmasam ham baribir bankda yoki qayerdadir ishlasam ham yaxshi oylikka ishlayman deganman. Lekin hayotdagi muhim narsalar faqatgina oylik yoki maosh bilan cheklanib qolmaydi. Xullas, o'sha acceptance olganimdan keyin vaqt o'tgan sari sekin-sekin qolgan universitetlardan qabul xatlari kelishni boshlagan. Har kuni, endi bilasizlar, u yoqda bizda vaqt farqi bor. Amerika universitetlari bilan biz endi O'zbekiston vaqti bo'yicha kechqurun kelardi asosan acceptance letterlarim. Har doim kechqurun notification kelganda birinchi emailimga kirib tekshirib ko'rardim, balki qabul xati kelgandir deb. Shunaqa qabul xatlarini tayyorladim, bir necha universitetlarga kirdim. Birinchi ishim bitdi. Endi asosiy keyingi maqsadim qolgan xarajatlarimni qoplash uchun Elortimidaga topshirish bo'lgan. Chunki men universitetdan misol 60%, 70% grant olgan bo'lsam ham, qolgan grantini, nima deydi, tuition feeni qolgan to'lash bitta narsa. Undan tashqari living expenses, ya'ni yashash xarajatlari. Undan tashqari tickets bor, medical insurance bor. Ko'p xarajatlar bor edi baribir. Undan keyin Elortga tayyorlanishni boshlaganman. O'zi undan oldin ham boya aytganimdek, Elort haqida 22-yil eshitgan bo'lsam, ma'lumot yig'ib borardim.
ya'ni kim ko'p stipendiyatlar baribir YouTube'ga yoki o'zlarining platformalarida intervyularini yoki qanaqadir eksperiyenslarni joylashadi. O'rganib, o'sha bloknotlarim uyda to'lib ketgan. Ularga tushgan savollar, qanaqa nimalar so'rashgan, hammasini yodlab bloknotlarim kitobdek bo'lib ketgan, to'g'risi. Yig'ib yurardim. Keyin bitta muammo bo'lgan. 2024-yilgi tanlov hech ochila qolmadi. Wow. Maqsadimga bir qadam emas, yarim qadam qolganda hammasi orqaga surilish boshlagan. Ya'ni kim har xil gaplar tarqalish boshlagan, hattoki Yopilib ketadi. guruhlarda o'qirdim. Ya'ni kim bo'ldi, El-yurt umidi 24-yildan bo'ldi, ochilmaydi endi. Topshirmasanglar ham bo'ladi. Boshqa scholarshiplarga harakat qilinglar deb juda ham qo'rqqanman. Va nahotki shuncha umrim bekor ketdi deb. Shuncha mehnatim, shuncha vaqtim bekor ketdimi deb juda ham qo'rqqanman. Yaxshi niyat qilib mayli tayyorlanib yuraverchi deb universitetga ham o'sha bloknotlarimni olardim, yozib o'tirardim qanaqa savollar, misol uchun o'sha universitet haqida yoki mutaxassisligim bo'yicha yoki qanaqadir ma'naviyat savollarini bloknotlarimga yozib tayyorlanib yurardim. Vaqt o'tdi tayyorlanib yuraverdim. Keyin iyun oyida rasmiy kanalga ochilish arafasidamiz deb xabar keldi. Eslayman. Eng xursand bo'lgan kunlarimdan bittasi shu o'tgan yilgi. Keyin undan keyin ozginadan keyin birinchi bosqichga start berildi. Ya'ni kim onlayn applicationga. Undan keyin essaylarimni to'g'riladim, o'sha IELTS'larimni joylab, birinchi bosqich bilasiz uncha qiyin emas. Ya'ni hujjatlarimizni to'g'ri qilsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin testga tayyorlandik, ikkinchi bosqichga. Testga ham to'xtaladigan bo'lsam, ko'pchilik aytardi, testga tayyorlamasang ham bo'ladi. Oddiy agar common sense bo'lsa, ya'ni kim umumiy qanaqadir qoidalarni bilsang, matematikadan o'tib ketasan bemalol. Unga vaqtni sarflama, bemalol suhbatga o'tsang ham bo'ladi deb. Lekin bir tomonda yaxshi ham o'sha maslahatga amal qilmagan ekanman. Chunki misol uchun bu yilgi tanlovda ham, o'tgan yilgi tanlovda ham ko'p nomzodlarda shu xatoni ko'rdim. Ya'ni kim test oson bo'ladi deb o'ylashgan. Undan keyin suhbatga tayyorlanish boshlashgan, lekin baribir raqobat juda ham kuchli bo'lgani uchun ballar yuqorilab ketdi va aynan biz yo'nalishimiz bo'yicha 40 dan yuqorini olishni boshlashdi. Juda ham albatta edi maksimal. Shunaqa. Juda ham nima deydi, kutilmagan vaziyat bo'lib qoldi-da. Yaxshi ham tayyorlangan ekanmiz, ikkinchi bosqich tugadi. Eng asosiy o'sha yaqin va uzoq kelajagimni hal qilib beradigan suhbatga yetib kelgandik. Ya'ni kim now or never degan yo hozir yo hech qachon degan vaziyatda bo'lganman. Chunki 3-kursni boshlash arafasida bo'lganman. Agar buni ham hozir boy bersam, bo'ldi, 24 ga boshqa tanlov ochilmaydi. Chunki hujjat yig'ish jarayonlari bilan yil oxiriga yetib qolardi. Yana 25-yilga qoladigan bo'lsa, men 4-kursda bo'lardim. Hozirgidan ham ustsam vaziyat menda qiyin bo'lgan. Vaziyat og'irlashib ketadi. Undan ham deyarli impossible bo'lib qolardi, ya'ni ilojsiz bo'lib qolardi. Juda ham qo'rqqanman, lekin tayyorlanishda davom etganman va o'sha uzoq kutilgan kun kelgan 15-avgust suhbatga kirganman. 99% savollarga javob berganman. Har ikkala xonada ham juda ham uzoq davom etgandi suhbatimiz. Javob berganman. Keyin juda ham stressda chiqqanman, chunki ma'naviyat xonasida bitta qismi bo'lgan. O'sha hay'at a'zolari bir savol berishgan va u yerda to'g'risi u savolga tayyorlanganman, lekin bilmayman, stressda deymanmi, lekin unaqa stress ham bo'lgan deya olmayman, chunki ikkinchi xona bo'lgan, birinchi xonaga kirib chiqqan bo'lganman. Shunaqa shaxsiy savol bo'lgan. O'sha javobni aytayotganimda kutilmaganda yig'lab yuborganman. Ya'ni kutmagan bo'lganman. Misol uchun hech kim kirmaydi-ku, misol hozir kiraman va aynan shu daqiqasida yig'lab beraman degan maqsad bilan hech kim kirmaydi suhbatga, lekin shunaqa nima deydi, moment bo'lib qolgan. O'zim kutmagan holatda o'sha shaxsiy hayotimdagi bitta example gapirib berayotgan paytimda o'zim kutmagan holatda yig'lab yuborganman. O'shanda lekin aniq esimda, ma'naviyat xonasida 4 ta ustozlar o'tirishgandi, ya'ni kim hay'at a'zolari. Ular hammasi qo'llab-quvvatlab, qizim, xavotirga o'rin yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi deb qo'llab-quvvatlab, qaytanga ular ham ko'z yoshim artib bo'lgancha bundoq qarasam, ro'paramda o'tirgan hay'at a'zolari ular ham yig'lab o'tirgan bo'lganlar. Shunaqa holatlar bo'lgan. Hammani yig'latgansiz-da o'tirib. Deyarli. Shunaqa qilib juda ham xavotir olib chiqqanman, voy endi nima bo'ladi deb. Ana xonadan chiqishim bilan mendan keyin kiradiganimda yuzimga qarab turgan, yuzim yosh bo'lib yotdi, ular qo'rqib ketgan. Yomon o'tgan suhbat deb o'ylashganda. Shunaqa uyga kelib ham, qizim qalay bo'ldi deb onam so'raganlarida, shunaqa bo'ldi, yig'lab yubordim desam, voy mayli hech narsa qilmaydi, asosiy o'tyapsan-ku deb endi o'zimni qo'yarga joy topa olmayman. Shunaqa darajada siqilish bilan o'zi 24-yil yoz qanaqa o'tganini eslolmayman, to'g'rirog'i. Umuman
uyqusiz, stressga to'la, Tayyorgarlik bilan o'tgan. shunaqa, ya'ni umuman charchagan bo'lsam ham uxlolmaydigan kunlarim bo'lgandi. Xullas, o'tgan yilgi tanlovda suhbatga kirib chiqqanimizdan keyin kechqurun kvotalar ballarimiz chiqardi. Xullas, juda ham siqilib chiqqanman imtihondan, voy nima bo'lar ekan endi deb, keyin kechqurun uydagilar bilan bu narsani kanalimda ham yozganman. Uydagilar mayli Mohir bo'lar ish bo'ldi, endi xavotir olma, bundan ortig'ini bera olmasdim-da. O'sha men nimaga tayyorlangan bo'lsam aytdim-ku, ya'ni o'sha so'rashganida qo'shimcha savollarga ham javob berganman. Ya'ni o'zim so'rab olib, iltimos mana shu savol beringlar deb, undan ortig'ini beyond my limits bera olmasdim-da. O'sha nimam bo'lsa hammasini berib bo'lganman ikkala xonada ham. Bo'ldi. Yo'qotadigan narsam yo'q. Nima bo'lsa bo'ladi. Nasib qilgan bo'lsa o'taman, bo'lmasa buyog'i peshonadan deb. Keyin kechqurun uydagilar bo'ldi, siqilaverma deb ko'chaga oilaviy ovqatlanishga ketayotgan bo'lganmiz. Ko'ngilga hech narsa sig'maydi, umuman hech narsa sig'maydi. Deyarli Paxtakor metro bekatiga yetib qolgandik. 8:30 da adashmasam soat. Telefonimni olsam, xabarlar kelish boshlagan. Ya'ni bilasizlar, El yurtimida Toshkent, El yurtimida Jizzax degan guruhlar bor. U yerda xabarlar tarqalishni boshlagan natijalar bilan. Faylni ochib ko'rishga yuragim chidamagan. Juda ham hozir hal bo'ladi. Shu telefonni olsam, hozir kelajagim hal bo'ladi deganman. Xabarlar kelib yotibdi, hamma yozib yotibdi. Fayl shunda ko'zim oldida turibdi, lekin ocha olmayman. Shunda bossam chiqadi-da familiyam. Juda ham qo'rqqanman. Keyin fayl ochmaganman, o'rtoqlarimdan so'raganman. Iltimos ko'rib tashlab yuboringlar. Tashlab Siz menga tashlagansiz. Ustoz ko'rib bering deb chopma, ustoz ko'rib bering deb yig'lagan stikerlar kelgan. Keyin maktabda yig'laydi bu qizga. O, Mohir 90siz. Yo'q, yuragim to'xtab qoladi degan. Ya'ni fayl ko'z oldimda turibdi, ocha olmayman. Sizga yozganman, keyin guruhdagi boshqa o'rtoqlarimizga iltimos ko'rib beringlar. Eng qizig'i ular ko'rib berib natijamni yozgan, lekin ishonmayman. Yo, aldayapsan, boshqa gruppada edi bu. Yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Yaxshilab qaranglar, familiyam adashdinglar menimcha dedi. Shunaqa, eng qizig'i boshqa Mohir ismli odam yo'q edi debdi. Shunaqa deb yozishgan. Mohir boshqa yo'q o'zi bitta. Bitta Mohir ekan deganda. Shunaqa. Balki men emasdirman, balki u boshqa. Shunaqa. Ya'ni bitta o'rtog'imiz yozganlar 90 degan. Lekin kimni balu ishonmaganman-da, chunki biz bilan yana o'qigan boshqa o'rtoqlarimiz ham bor edi, bir xil soha bilan ketgan. Bitta odam tashlagan, unisiga ishonmadim, ikkinchi odam tashladi, unga ham ishonmadim, uchinchisi oxiri o'ziga yozganman. Keyin haqiqatan faylni ochsam, aynan o'sha balimni tekshirayotgan paytimda umuman vaqt to'xtab qolgandek tuyulgan. Umuman bo'ldi, hayot to'xtadi. Hozir tekshirsam, hozir hammasi hal bo'ladi. Shu bilan tekshirdim. 90 kvotani ichida turibman. O'zi maksimal ball 90 bo'lgan. Bizning kvota bo'yicha. O'sha 90 dan bittasi men bo'lganman. 90 deb uydagilar oldinga o'tib ketgan bo'lgan. Men orqa-roqda telefon bilan tekshirayotgan paytimda ular oldinda "Opa" deb baqirganman onamlarga. Keyin ballim chiqdi, 90 olibman, eng katta ball ekan deb odamlar hayronda o'tib ketib, "Voy, nima bo'laman?" Keyin eng katta ball bilan kvota ichida turibman deb umuman ishongim kelmaydi. Unda katta akam Koreyada edilar. Srazu telefon qilgan. Men yaxshi uxlamagan ekan. Aka, ifdan o'tibman desam, ular xursand yo'qda. Chunki eng ko'p qo'llab-quvvatlagan baribir o'zimning oilam, ota-onam, akalarim bo'lishgan. Asadaka o'tibman desam, ular yo'qda ishonmaydilar. Yo'q, qo'ygansan. Qanaqa qilib o'sha restoranga yetib borganimizni eslolmayman. Hayotimdagi nafaqat 24-yildagi, umuman hayotimdagi eng baxtli kunim o'sha bo'lgan. Lekin eng qizig'i hammasi tugamagan ekan o'sha payt. Sababi bizni keyin keldilar endi. Keyin xabar kelishni boshladi. Kechqurun sizlarni sohalardan hali hamma ham kirib bo'lmabdi. Ya'ni ertasi kunga bir 10 ta jami odam qolib ketgan bo'lgan. Uning ichida qizda ham bo'lgan. Bu degani urush hali tugamadi, hali davom etadi. Ya'ni o'zi 3 dona kvota ajratilgan bo'lgan. Agar mabodo 90 yarim bo'lsa ham bo'ldi, kvotamiz agar kuyardi. Voy, juda ham qo'rqaman. Ani tayyorlanganim. Siz yozgansiz 90 aytgan bo'ldi, hali yutdingiz desam, yo'q ustoz, ertaga ham bor ekan kiradiganlar. Yana yig'lagan stikerlar tashiylar. Nima bu qiz yig'laydi? Balanini olib turibdi-ku, yana yig'lagan stikerlar keladi, men aytdim, "Obbo, yomon qotdilar-ku bo'ladi." Yutasiz, yo'q, yutasiz. Yo'q ustoz, menimcha bo'lmaydi-yu. Shubha. Esimda sizga. Shunaqa hali qolgan talabalar kirmaganligi aniq bo'lgan. Shuncha payt tayyorlanganim bir dunyo, o'sha bir tunim bir dunyo bo'lgan. Ya'ni voy, o'xshamasa-chi, ya'ni kimdir oshib ketib qolsa-chi. Yo'q, ertasi kuni ham balli chiqqan. Haqiqatan bitta 90 balli yana bitta talaba qo'shilgan.
ya'ni bir 3 ta xil. kvotaga 4 ta 90 ball bo'lib qolganmiz. Wow, Eng qizig'i ikkita bola, intriga. ikkita qiz, bitta xotin-qizlar kvotasi bo'lgan, ya'ni kim sherigim bilan biz bitta kvotaga to'g'ri kelib qolganmiz. Wow. Endi keyingi masala apellyatsiya bo'lib qolgan. Agar kimdir apellyatsiya berib, argumentini isbotlab bera olsa, oshib ketsa, biz qolganlar 3 ta 90 ball Esimda qolib shunga ketadi. ham muammo qilgansizda o'shanda. Bo'ldi, hamma o'tib ketadi, bir xil balko desam, yo'q, u apellyatsiya bersa-chi. Shunaqa. U bo'lmasa-chi. Men aytaman, voy deyman, bu qiz qo'ymayapti-ku deyman. Apellyatsiyaga topshirgan talabalar ro'yxati chiqqan. Keyin qarasam, bizni soha bo'yicha hech kim topshirmabdi. Demak, hammamiz hali ham bitta kemadamiz. Shunaqa keyin ko'nglim xotirjam bo'lgan. 14 oktyabr edi adashmasam. O'shanda yakuniy natijalarimiz chiqqan va ishonchim komil bo'lgan shunda. G'olibligingizga. O'shanda bir iltimosingiz bo'lgan esingizmi? Aytgansizki, shu 90 olganlar apellyatsiya bermasin deb kanalga yozing. Bir xil chiqqan edi ular. O'shanda eslaysizmi? Apellyatsiya kanalingizga yozib ko'ring ustoz, o'shalar ham apellyatsiya bermas balki. Chunki hammaniki bir xil bo'lsa hamma o'tadi-ku. 4 talamiz ham o'tamiz, shunda ular apellyatsiya bermasa bo'ldi, 4 talamizga ham beradi deyilgan. Keyin o'shanda men immunosiz sohangizga yozganman. Bizda ham 90 olgan bor. Dangal yozganman o'shanda. 90 olgan bor. Yana 90 olgan 3 taligini bilamiz. Iltimos, apellyatsiya berishinglar shart emas, chunki 4 ta bir xil olgan, 4 talab ham ketadi. Shuning uchun unga vahimagarchilik yo'q deyilganda, rostdan shunaqa 4 tadan 4 talabi ketgan. Keyin Muhidir, men sizni bizani kursimizga qo'shilishingizni eslayman. Juda shubha bilan qo'shilgansiz o'shanda. O'shanda men aytganman sizga, nima anaqa Muhidir, shunchalik konsaltinglardan qo'rqasizmi yoki aldanganmisiz bir ikki marta? Chunki ishonavering, shunaqangi shubhalar bilan siz sportlashganmisiz sizdan kursingizga kirishdan avval. Esimdaman. Sizga e'lon qanaqa borib qolgan kurs haqida? Birinchi e'lon kelganda spam deb o'ylaganman. Ko'rdingizmi? O'shani aytyapman. Keyin menga yozyapsiz, qanaqa kurs bu, nima qilib beradi? Unisichi, bunisichi. Yo'q, shuncha negativ. Ha, конечно. Ikki kursga qo'shilishingiz ham oson bo'lmagan sizni. Ishonmayman. Bo'lmagan gap. Yo'q, unchalik bir kun o'zida qo'shilganman kursga. Yo'q, o'shanga aytmoqchiman, rosa spor bo'lgansiz bilan. 1.5 soat gaplashib o'tiribmiz. Deydi bu. Men aytganman, siz keyingiz, voy, 3 ta kurs o'qib qo'yganmisiz? Ko'p o'qib qo'ygan ekansiz, u deyman. Yana ham anaqasichi, savollar ustiga savollar. Men aytgan, siz tinchlik kursga qo'shib qo'ya qoling dedim shunda. Kursda gaplashamiz shu narsani deganimda. Bo'ldi, o'shanda keyin kelganingiz. Men o'ylaganman, shu qiz menimcha konsaltinglar bilan ishlayverib ko'p aldangan. Yo'q, umuman boya aytganimdek umuman konsalting bilan ishlamaganman. Shunchaki bir kun shu Telegramga kirdim. Shaxsiylarning ichida bitta xabar turibdi. Unaqa kontakt ko'rmaganman. Kursga men o'ylaganman, qanaqadir misol uchun qanaqadir sotadigan mahsulotlar, Telegramda qanaqadir mahsulotlar kimdir reklama qilgan bo'lsa kerak deb. Bundoq kirganman, spam deb o'ylaganman to'g'risi. Chunki out of nowhere kelgan сообщение bo'lgan u xabar. Keyin bundoq ssilka bo'yicha o'tsam, u yerda kanal chiqqan. Elort umidi haqida. Iyunning oxiri edi. Ya'ni kim deyarli ochilgan paytlar edi Elort umidi jamg'armasini. Yo'q, sizdan javol qilgansiz. Sizdan 3 marta o'qib olingan. Siz darslaringiz turibdi bizda. 2 marta o'qib olingan, yo'q. Siz darsingiz bor chunki bizda. 2 marta o'qib olingan. Chunki yangi yilga qo'yib berdik-da buni. Bayram qilib. Yangi tanlov o'quvchilarimiz uchun tajriba deb turib qo'yib berganmiz uni. Lekin hali ochilmagandi, unisi aniq. Chunki ochilgan paytdan keyin o'sha odam uncha kirmagan. Aniq edim. Chunki siz MOOC kursidan emassiz. Siz katta kursdan kirgansiz. Ikkita kurs bo'lgan esingizda bo'lsa. 1.0 va 2.0 bo'lgan o'sha payt. 2.0 MOOC kurslari bo'lgan. Esingizda bo'lsa sheriklaringiz, Inobat, Nursuluvlar qatnashgan, magistrlar qatnashgan, u MOOC kursi edi. Siz MOOC kursi emas, siz katta kursda bo'lgansiz. MOOC kursi u ochilgandan keyin bo'lgan. Siz undan avvalgisiga kirgansiz. Aytmoqchimanki, hali tanlov payti ochilmagan bo'lgan. Shunda men aytgan, "Voy, rosa shubha bildirganlar, tamomda. Anaqa savollar beryotibdilar. Voy, o'shanda birinchi siz bilan prosta suhbat qilib o'tib ketdik esingizda bo'lsa. Ya'ni siz SAT bo'yicha savol bergansiz shunda. SAT bo'lsa plyusmi yoki nimadirmi, qanaqadir bir foydam bormi deb o'shanda savol berganingiz esimda. Va shunaqa qilib keyin darslar davom etib ketgan. Amerika vizasiga birga kirganinglarga ham men juda xursand bo'lganman shunda. Ya'ni 3 yo'lovinglar baravar yozgansizlar. Viza oldik. Tursunoy, siz, Suqdiyona, men bilmayman kim. O'sha qiz baravar yozishgan, işte 3 ta Amerika vizasi. Kanalga chiqarganman o'sha paytda. Amerika vizalari chiqdi deb. Вот. Juda zo'r paytlar edi. Sizlar bilan ko'p qizlar bo'lgan. Fatima, Nozima. Ishonasizmi? Fatima bilan Nozimani keyin unutib olmayman lekin. Ularniki juda boshqacha bo'ldi. Sababi u birinchi kuni edi suhbatni. Butun 20 kunlik suhbatning birinchi kuni. Hali prepga o'sha payt bilasiz, juda toshlar yomon otilardi. Bu yilgidan battar otilgan toshlari bo'lgan o'sha yili prep bo'lmaydi u deganda. Lekin biz o'sha payt aytardik, natijalar bilan ko'rsatamiz va birinchi kuni shunda fayl ochildi. Fayl ochilishini bilan birinchi bizani qiz turibdi. Ya'ni Nozima va Fatima. Ikkita eng baland ball. 89 va 87. Prosta jinni bo'lib qo'ygan. Ya'ni bizani prepchilar 88-89 bilan birinchi o'rinda turibdi. Wow deb vahima qilib o'sha payt kanaldagi videolar qilib, mana bizani kelibdi deb boshqacha bo'lgan. Va kстати, ular ham kelmoqchi bo'lishdi podkastga.
Fotima yoki Nozimalar afsuski ular ketyapti o'qishga. Ha, ular ketishdi. Ular ketib bo'lishdi, chiqardik. U bu deyishdi, no mayli, yaxshilik ketadimi? Avvalambor. Siz ham agar bir hafta kechikkanimizda tugardi. Yo'q, o'zi bugun ham sarxosa kelolmasdim. Seriozmi? Uydagilar olib kelishdi bo'stonliqni. Voy. Kampdan oldinroq javob so'rab keldim. O'zi aslida ertaga obedlarga qaytishim kerak edi. Wow, podkast uchun uydagilar lagerdan admin Shunaqa. bo'lib, молодцы, juda ham zo'r. Endi sekin suhbatimiz yakunida Mahinur, o'zingizni tengdoshlaringiz, qizlarga ayniqsa, mayli butun misoldagi tomoshabinlar uchun emas, qizlarga, ya'ni siz nima desam bo'ladi, topshira olmay turgan yoki ota-onasini cheklavidan qo'rqayotgan yoki umuman balki chet elda o'qish qiz bola uchun emasdir deyotganlarga bir qanaqadir bir gaplaringiz bormi? Nima deysiz shunga? Mana sizga o'xshab taslim bo'lmaslik. Bu taslim bo'lmaslik deb hisoblayman men buni. Chunki o'sha xuddi o'sha life rewards actions, boshqa gap so'z yo'q. Ya'ni hayot sizni misol nima desam bo'ladi, rag'batlantirdi taslim bo'lmaganligingiz uchun. Ya'ni aytadi-yu, fail pop but you little bit better deydi. Xuddi shunaqa yiqildingiz, ammo yaxshiroqsiz yiqildingiz, yana yaxshiroqsiz yiqildingiz va shu orqali misol sizni hayot sizni rag'batlantirdi. Ya'ni bu orqali bu juda katta bir motivatsiya tarixi desam bo'ladi, muvaffaqiyat tarixi bo'lib qolganda. Hozir sizga gapirib berishingizni qarab kino olsa bo'ladi bunga, to'g'risida. Butun bir o'zbek talaba qizi haqida bir kino olsa bo'ladigan bir jarayonga to'g'ri kelib qolgan. Shuni aytmoqchiman, qizlarga nima degan bo'lardi shu o'zingiz tengdoshlaringiz yoki endi topshirmoqchi bo'lgan nomzodlarga tavsiyalaringiz bo'lsa, bemalol bersangiz, ular bundan manfaatdor bo'ladi faqat. Menimcha berishim mumkin bo'lgan eng katta maslahatlardan bittasi bu hech qachon to'xtab qolmaslik. Bilaman, klishe eshitilishi mumkin, lekin hamma aytadigan gap. Lekin misol uchun ko'p qizlar ham yozishadi-da, o'zimga misol ruxsat bermasliklari mumkin yoki qanaqa qilib javob so'rasam bo'ladi uydagilardan deb. Lekin menimcha ularni oldilariga o'sha hamma natijalarni tayyor qilib qo'ygandan keyin menimcha hech qaysi to'g'ri, imkoniyat shunaqa bo'lishi mumkin holatlar, lekin ko'pchilik baribir ruxsat bersa kerak deb o'ylayman. Chunki misol uchun siz hamma natijaga erishib bo'lganingizdan keyin, zo'r grantlarni olganingizdan keyin uydagilarga ham bu avvalambor juda ham katta faxr. Nafaqat ota-onaga, balki o'sha qarindosh urug'larga, misol uchun xolalarimizga, tog'alarimizga, bobo-buvlarimizga yoki hattoki misol uchun mahalladoshlarga ham shunaqa holatlar bo'lgan. O'sha natijalarimni hech kimga aytmaganman. 2 hafta uchib ketishimga 2 hafta qolganda aytganman hammaga. Bundan oldin hech kim bilmagan. Shu 4 dona odam bilgan menimcha mana shu journeyim haqida. Hozir mana endi hamma biladi. Umuman 1 yil akkauntlarim ham deactivated bo'lgan, Instagramlarim ham. Ro'pa-rosa 1 yildan keyin ochganman Instagramni. Aynan shu aeroportda uchib ketayotgan kunim. Umuman hech kim bilmagan. 2 dona yaqin o'rtog'im, ota-onam, akalarim bilishgan. Otabek Mahkamov bir gap esimga tushib ketdi. Jamiyatga yangi o'sib kelayotgan inson kerak emas. Ularga bir tayyor, yetuk bir muvaffaqiyatga erishib bo'lgan inson kerak. Ya'ni agar siz misol o'sha yo'lingiz haqida kimgadir xabar berganingizda, yo'lingizdan og'dirish mumkin edi. Ota-onangizga qo'y, masalan, adezlarga nima qilasan qizingni yuborib, o'sha 3 yil o'qib qo'yibdi-ku, shunaqa degan bir shubhalarga borish mumkin edi. Lekin aytmoqchizki, o'sha natijaga yetib borgandan keyin agar xabar beradigan bo'lsak, ota-ona xursand bo'lib ketadi. Avvalambor qizi yutuqqa erishdi. Voy, qizi O'zbekistondagi top 1% misol deylik jamg'armadan 100% grant yutyapti. Qaysi ota-ona yo'q deydi-da. Misol ustozlarimiz avval aytardi, qiz bolani o'qitsang bir kishini emas, misol butun bir jamiyatni o'qitgandek bo'lasan. Nega? Chunki bilasizmi, bir psixologik faktlar ham bor. Bola, ya'ni farzand otasidan ko'ra ko'proq onasiga 70% yaqin bo'lar ekan. Va bu degani farzand ilmini otasidan emas, onasidan oladi. Ilmni, xarakterni otadan oladi. Ya'ni ota unga rol model. No, hayot tarzini, umuman fikrlashini, ilmini bekorga ketmaydi, onadan oladi. Men ko'p misol yoshlar bilan suhbatda bo'laman, eshitaman, masalan, onam deylik menga yaxshi yo'l ko'rsatadi, misol, yoki onam qo'llab-quvvatlaydi. Adam, qo'y u deydi, bu deydi, lekin deydi yo'q, onam baribir qo'llab-quvvatlaydi. Onam bilan juda mayda mavzularda, juda shaxsiy bo'lgan mavzularda gaplasha olaman, lekin otam bilan emas. Ana o'sha mayda elementlarda ko'p narsa yashiringanda, o'sha o'quvchini deylik o'zgartiradigan, o'quvchini yo'lini belgilab beradigan yoki farzandlardan ko'pincha qizlar chiqishadi. Men bekorga sizga bu savolni bermadim. Men atilab shu imino shu joyini hal ko'p qizlarga qo'yib beraman. Nimaga? Sababi ota-ona ruxsat bermayapti, ko'ndirib bering. Yoki yaqinda bir holat bo'ldi, ona aloqaga chiqyapti, akasi bilan adasi bilmaydi. Bunaqa jamg'armaga topshirayotgan. Bilsa, ular qo'pol qilib aytgan o'ldiradi deyishmoqda endi tipa. Hazil-hazil qilib o'ldiradi adasi, shuning uchun kerak emasdir balkim. Bunaqa joyga topshirishi nima deysiz deyapti. Men aytdim, xuddi shu javobingiz konkretni. Avval yutsin, opa.
yuta olmasligi ham mumkin. Ularni misol umidvor qilib qo'ymang. Topshirsin, sekretchini topshirsin, yutsin. Yutgandan keyin aytsin, kim yo'q deydi. Katta jamg'arma prezidentni misol qaramog'ida, sizlar prezident qaramog'idagi odamsizlarda. Chunki ertaga yangi qaror bo'yicha o'sha zaxira kadrlari qo'shilishinglar kerak. Bitirib kelgandan keyin juda katta unvon aslida. Shunaqa bir darajaga erishadi desa, ona shunda ha, to'g'ri, unda qatnashsin, avvalo yutsin, undan keyin misol uydagilarigacha balki rozilik berishadi. Qizda imkoniyat bor, xohish bor. Lekin ota-onadan ruxsat yo'q. Buni keys bitta bo'lmagan, ko'p keys bo'lgan bunaqa. Ya'ni adam yo'q deb. Ishonasizmi? Oldingi bitta keys bo'ldi bitta qizimizda. Ismlari adashmasam Zebo edi. Yutdilar. Jamg'armani sizlari o'sha bitta potokda o'qishgan, ketmadilar. Uydagilari yo'q deb. Misol ushlab qolish, lekin bunaqa holatlar ham bo'lar ekan. Endi bu joyda murojaatni o'sha ota-onalarga qilish kerak. Ya'ni o'sha ota-ona balkim qiziga imkoniyat berishi kerakdir. Ertaga misol jamiyatda o'zgarish bo'lishi uchun, jamiyat ilmli bo'lishi uchun ota-onaga biza ozgina deylik yo'ldan ko'rsatishimiz kerak deb o'ylayman. Shunaqa. Xo'p, jamg'armaga topshirish bo'yicha qanaqa oxirgi so'zlaringiz bor? Jamg'armaga topshirish va o'zimni tayyorgarlik jarayoni haqida bitta umumiy maslahatim bor edi. U ham bo'lsa, realist bo'lishga harakat qiling. Optimist bo'lish bu albatta juda ham yaxshi, yaxshi niyat qilish bu zo'r, lekin baribir imkoniyatlarni odam bilishi kerak. Bu narsani nimaga aytyapman? Misol uchun boyaga yana o'sha mavzuga qaytaman. Misol testni o'zini oladigan bo'lsak, siz mayli kimdir maslahat berdi, tayyorlamay qo'yur, keyingi suhbatga tayyorlan. Lekin sizni ko'zingiz yetmayaptimi? Demak, bu bekorga emas. Baribir sezadi odam. Albatta, ya'ni kim siz xavotir olyapsizmi? Demak, o'shanga sabab bor. Demak, o'rinli o'sha xavotiringiz. Demoqchi bo'lganim, to'g'ri, yaxshi niyat qilish bu zo'r, lekin realist bo'ling. Ko'zingiz yetmayaptimi shu narsaga? Demak, ko'proq tayyorlaning. Mana shu mavzu haqida yoki qaysidir nima deydi, atamalarni yaxshi bilmaysizmi yoki qanaqadir sohangizdagi qaysidir mavzularni yaxshi bilmaysizmi? Demak, tayyorlanishingiz kerak. Siz misol uchun suhbatga kirishdan oldin faqat mana shu savollar tushsin yoki xudoy mana shu savollar tushsin deb xavotirlanib, qaltirab kirgandan ko'ra, o'sha narsani bir kun uxlamay o'rganib qo'ying, lekin ishonchingiz komil bo'lib kirsin. Ya'ni kim mabodo agar mana shu qiyin savol berilib qolsa ham, sizda o'shanga manba bor, ya'ni kim resurs bor. Yo'qdan olib baribir siz javob bera olasiz. Undan tashqari yana maksimal darajada batafsil javob berishni maslahat qilgan bo'lardim. Ya'ni kim hay'at a'zolarida sizga qo'shimcha savol qolmasin. To'g'ri. O'sha potensial berilishi mumkin bo'lgan savollarni ham o'sha javobingiz ichiga include qilib ketishingiz kerak bo'ladi. Qo'shimcha savol ortidan shubha yotadi-da. Albatta. Ya'ni kim siz general, ya'ni kim umumiy qilib javob beryapsizmi? Demak, o'sha sizni suhbatdoshingizda qo'shimcha savol qolyapti. Ya'ni kim siz u odamda qo'shimcha qanaqadir yaxshi taassurot qoldirmayapsiz. O'sha berilishi mumkin bo'lgan hamma savollarga yoki o'zi umuman baribir odam biladi. Misol uchun hammani o'zini case har xil bo'ladi, individual. O'sha berilishi mumkin bo'lgan savollarga maksimal darajada detailed, ya'ni kim detallarda javob tayyorlab kirsak, baribir odam o'zida ishonch hosil bo'ladi va xotirjamlik bo'ladi albatta. Misol uchun men imtihon paytida sizda stress bo'lsa ham, baribir o'zingizga nisbatan ishonch har qanaqa holatda ham, har qanaqa savollarga ham javob bera olaman degan sizda ishonch bo'ladi ichingizda. Xo'p, oxirgi savol. Kelajak maqsadlaringiz haqida bir og'iz. 4 yildan keyin Mohinurdan nima kutamiz O'zbekistonda? Qanaqa bir o'zgarishlar qilishni reja qilib qo'ydingiz masalan? Stipendiyat, chunki mas'uliyat katta. Shu haqida. Xo'p, kelajagiga bo'lgan maqsadlarim haqida gapiradigan bo'lsam, juda ham ko'plab maqsadlarim bor, lekin o'shaning ichidan eng kattasi bu o'sha xalqimizga haqiqatan ham foyda keltiradigan odam bo'lish. Ya'ni kim bizga to'g'ri mablag' ajratildi, bizga ishonch berildi. Shunga yarasha o'sha kelib o'sha 5 yilni shunchaki tik, ya'ni kim galochka qo'yish uchun ishlab berish emas, haqiqatan ham o'sha berilgan har bir nima deydi, har bir so'mni oqlash uchun o'sha xalqimizga haqiqatan ham foydasi tegadigan inson bo'lish eng oliy maqsadlarimdan biri. Misol uchun hozir zamon jadal rivojlanib boryapti, har xil tashkilotlar, har xil dunyoda har xil vaziyatlar bo'lyapti. O'shaning hammasini inobatga olgan holda o'sha O'zbekistonga haqiqatan ham manfaat keltiradigan faqatgina fuqaromiz, balki o'sha yurt farzandi bo'lishini xohlayman. Bitta katta maqsadim bor, xudo xolisa orzu desam ham bo'ladi. Bu ham bo'lsa, xudo xolisa elchixonalarda ishlash, chunki bilasizda, o'zimni har qanaqa mamlakatning hayotida ularning elchixonalari, ya'ni kim embassylar juda ham katta rol o'ynaydi. Xudo xolisa elchixonada ishlab o'sha butun bir xalqimizga manfaat olib keladigan, faqatgina o'sha O'zbekiston Respublikasining ichida emas, balki boshqa mamlakatlarda yashaydigan diasporamiz uchun ham foyda keltiradigan inson bo'lishni juda ham xohlayman. Ularning mushkulini oson qiladigan inson bo'lishni xohlayman. Juda ham zo'r. Demak, mana chet elda yurdingiz, hali O'zbekiston ko'p rivojlanish kerak, to'g'rimi? Chunki mana Amerika eng rivojlangan pikdagi davlat. O'zbekiston hali demak qiladigan ishlarimiz ko'p.
albatta buni hozir inkor qilsam noto'g'ri bo'ladi, lekin umid bor. Asosiysi umid bor va harakat bor. Misol uchun, men yolg'iz stipendiyant emasman. Bizdan oldingi ketgan stipendiyantlar juda ham ko'p. Bizdan keyin ham xudo xolisa ko'pchilik ketadi. Nafaqat bakalavrga, balki magistraturaga, doktoranturaga. Asosiysi harakat bor. Men ishonamanki, xudo xohlasa hammamiz stipendiyant bo'lib o'qishni bitirib qaytganimizdan so'ng o'sha olgan bilimlarimizni, tajribalarimizni O'zbekiston rivojiga hissa qo'shish uchun tatbiq qila olamiz. Ya'ni kam nima deydi, baribir kamchiliklar yoki yetishmovchiliklar baribir hamma mamlakatda bo'ladi. Asosiysi harakatda to'xtab qolmaslik va umid bo'lishi kerak. To'g'ri. Xo'sh, Mohinur, unda bugungi suhbatimizga ham yakun yasasak bo'ladi menimcha. Yoki agar gaplaringiz qoldimi? Bir narsani aytib o'tmoqchi edim. O'sha aynan tayyorgarlik jarayonimga qaytadigan bo'lsam, aytadi-ku, o'zingga ishon deb. Albatta o'ziga ishonish bu juda ham yaxshi, lekin odamni, har bir insonning hayotida unga ishonadigan baribir odamlar bo'lishi juda ham muhim. Bu aytib o'tganimdek, juda ham ko'plab odamlar so'raydi, ishonasizmi? Shu qizlarga ruxsat bermaslik degan muammoni borligini mendan o'sha qizlar shu narsani so'ragandan keyin tushunib yetganman. Bu narsa qanchalik muhim, qanchalik odamlarga bu narsa qiyinligini. Chunki bu aytib o'tganimdek, na adam tomonidan yoki oyimlar tomonidan yoki akalarim tomonidan hech qanaqadir taqiq bo'lmagan. Umuman qaytanga hammadan ko'p xursand bo'lgan insonlarim shu ota-onam bo'lishgan. Hattoki ularni hamkasblari ularga aytishgan, nima qilasan, qiz bola o'zi yosh yetib qolibdi, nima qilasan chet elga jo'natib deb. Ular qaytanga seni ishing emas-ku, qizim shuncha vaqtini ketkazib shu narsaga erishdi. Uni ustiga bu anaqa nima deydi, chet ellik grant emas, aynan O'zbekistonni davlatimiz qaramog'idagi talaba bo'ladi bu. Ya'ni hamma narsasi moliyalashtirilgan, hamma narsasi nazorat ostida bo'ladi, xavfsizlikda bo'ladi deb meni har doim qo'llab-quvvatlashgan. O'sha aytdim, juda kam odam bilgan, shu bilsa 4 donami, 5 dona odam bilgan, o'sha tayyorlanib yurganimni, hamma qolgan odamlar 99% tanishlarim, o'rtoqlarim, hamma narsa hal bo'lib ketishimga bir qadam qolganda bilishgan. Shu tayyorlanish jarayonida ota-onam har doim qo'llab-quvvatlab, duolar qilib va rahmatli oyijonim, ya'ni buvim, ular to'g'ri o'sha chet elga ketishimni bilmaganlar, lekin shu o'qishga tayyorlanib yurganlarini bilganlar. O'sha alohida menga atab, duolarni o'qib, o'sha har safar telefonda gaplashganimizda o'qishing yaxshimi, qalay ketyapti, nima bo'ldi, testlaring qanaqa bo'ldi deb shunaqa juda ham ko'p qo'llab-quvvatlaganda, ularga endi bilmadim qancha rahmat aytsam ham shuncha kam bo'lsa kerak. Chunki nima deydi, boshqa odamlarni boshiga tushgan muammo, misol uchun o'sha taqiqga aloqador muammo menda bo'lmagan ekan, endi bilsam. Va bu juda ham katta, nima deydi, shukr qilishim juda ham katta sabab o'zi aslida. Shuning uchun ota-onamni shu paytgacha yetib kelishimga juda ham katta hissalari bor. Bu narsani aytib o'tmasam bo'lmas. Hammani hayotida ota-ona rol o'ynasa kerak. Menimcha hammani, har bir insonning o'zining haqiqati bor. Ammo o'zining haqiqatida o'sha ota-onasi baribir ajralmas bir o'rinda turadi. Unda juda ham yaxshi. Avvalambor o'sha duo masalasi. Bundan avvalgi podkastlarimizda ham gapirib o'tdik, duo. Ishonasizmi, Mohinur, mana bu yilgi masalan potokimiz, ya'ni kursimiz uchun alohida 27 daqiqalik video qildim va uni 3 daqiqasini faqatgina duoni tushuntirish bilan o'tdim. Chunki aytaman, omad bu. Omad, seriyozno aytaman, omad. Siz o'sha 90larning ichida bo'lmay qolib 89 bo'lganda edi, siz misol hozir bu yerda o'tirmagan bo'lardik. Avvalambor duo ko'rdingiz, buvijoningiz duosi, atani duosi, onani duosi, ko'pchilikning duosi. Duo orqali ketyapti. Juda ham yaxshi. Endi el-yurt umidiga topshiruvchilar uchun masalan hali ko'p ko'rishadi bu podkastimizni. Bir narsani aytmoqchi edim. El-yurt umidiga tayyorlanish yaxshi, lekin unga bog'lanib qolish yomon. Juda yomon oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun avval o'qituvchimning gaplari bo'lardi. Yaxshilikka umid qil, lekin yomoniga tayyor tur. Yutqizib qo'yish bu oxirgi yo'l emas edi. Bundan keyingi hali imkoniyatlarimiz bor. Shuning uchun tushkunlikka tushmasdan keyingi tanlovlar borligini unutmaslik kerak. Ya'ni keyinchalik tayyorlanishda davom etishimiz kerak. Xo'sh, Mohinur, demak xudo xohlasa keyingi podkastlarimizga ham chaqiramiz. Bu temasi boshqacha bo'ladi, alohida bo'ladi. Xudo xohlasa ularni ham siz kutib qolamiz. Menimcha auditoriya uchun 100% manfaatli misol deb o'ylayman podkast bo'ldi. Xudo xohlasa hali bu ko'p ko'riladi. Sizga rahmat avvalambor tashrifingiz uchun. Nimalarnidir qurbon qilib kelibsiz bildim. Lekin qoldirib qo'ymaganingiz uchun, bee'tibor qo'ymaganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat tashrif. Rahmat Mohinur, charchamaysiz. Nega tashrif uchun? Sizlarga ham rahmat taklif uchun. Shunaqa bo'ldi.